Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari hamkorligida Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1996-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Spark avtomashinasi Chilonzor tumanida to'xtatilib tekshirilganda, uning salonida 15 dona kapsulada pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi ma'lum bo'ldi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu dorilarni sotgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro ham qo'lga olindi. Kimga tegishli bu? Ne deysiz? Yana bormi? Ikkinchiga to'rtta dori bor. Bu yog'ini ham ochganimizda xuddi shunaqa zip paketda 4 ta kapsuladan iborat. Tarkibida nima modda bor bunda? Pregabalin. Uyingda shunga o'xshash noqonuniy moddalar bormi? Aniqlanishicha, mazkur fuqaro Chilonzor tumanidagi xonadonda narkolaboratoriya tashkil qilgan. Nima bo'lsa, pregabalin moddasi bor edi. Kim tayyorlagan? Lezinga pregabalinni tasdiq qilgan kapsula. Kapsulani tayyorlagan. Kapsulani lakasi olgan. Ushbu manzildan 955 gram va 538 dona pregabalin, 227 gram va 28 dona tropikamid, 16 kilogramm trilon B hamda sintetik narkotiklar tayyorlashda foydalaniladigan prekursorlar, katta miqdordagi kapsula va flakonlar olindi. Kim o'rgatgan tayyorlashni? Belgilanmaysiz bor. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.